burunning burunisida, yiroq bir makonda, bepoyon, sirliq, cho'nqur dengizning ishkirsida ko'zni qamashtiradigan bir dengiz osti o'rdisi bo'lgan ekan. O'rdaning tomlari rangarang, shakli har xil marjonlardan ko'ngil qo'yib qupurilgan bo'lib, suz dengiz nurida Hasan Husandek nur chaqnatib turadi ekan. O'rdaning derazlari bo'lsa, ang sap va ang suzuk kahrabodan yasalgan bo'lib, sirtidagi hamma narsani yo'ritib turayotgandek ko'rinadi ekan. O'rdaning o'gisi bo'lsa, dengiz suyining eqishiga agishib, o'zligidan ichilib yepiladigan qo'luli qipi bilan to'shib ketgan bo'lib, har bir qo'luli qipining ichiga ko'zni qamashtiradigan chiroyli marvoyitlar yo'shiringan ekan. Bu marvoyitlarning nuri dunyodagi har qanday bir xonishning xon tojini xunuklashtirib qo'yadi ekan. Dengiz podshohi va uning jamiyati dal mana shu esil yerda yashaydi ekan. Dengiz xonishining vafot bo'lganiga uzun yil bo'lgan bo'lib, podshohning onasi uningga yordamlashib, bu oilaga onalik mehrni beg'ishlab kelgan ekan. Podshohning guldek chiroyli 6 qizi bo'lib, eng kichik qizi dengiz ostidagi birdan bir e'tiborli guhar hisoblanadi ekan. Uning terisi sutdek opaq, lavlari jinastidek qip-qizil, ko'zlari mushu dengizga o'xshash ko'p kukkan. Uning dengiz yuzinidek qo'yuq uzun sochlari dengiz suyida yenik yalpinib, uning go'zalligiga texmi go'zallik qo'shidi ekan. Boshqa suv parilariga o'xshash uning badanining tuvinimi bir tal uzun, chiroyli beliq quyruqi bo'lib, marvoyitdek paqirab turadi ekan. Dengiz o'rdisiga ancha yiroq bo'lmagan yerda hayoti kuchga to'lgan bir cho'ng gullik bo'lib, bu yerda har xil shakllarda va turli ranglarda po'raklab echilib ketgan to'limi chiroyli gullar bor ekan. Yana tehi bu yerda xilma-xil mevalar bor ekan. Qizlar har kuni degidek bu yerga kelib, gullarni tomosha qilib, uzib o'ynashadi ekan. Beliqlar xuddi qarlig'ashlar insonlarning derisidan uchib kirgandek, xo'shal holda malikalarning yeniga uzib kelib, ularning qo'lidagi yemakliklarni yeydi ekan va suv parilari bilan qo'g'lishib o'ynashadi ekan. Biroq kichik suv parisi yanala momisining insonlar dunyosi haqida aytib beradigan hikoyalarni anglashni eng yaxshi ko'radi ekan. Momisi doim uningga quruqlikdagi ashu egiz ham puxta kemalarning dengiz yuzida to'lqin yerib ilgirlaydiganligini, avat shahar bozorlarda kishilarning qandaq mo'l mazmunliq turmush kechirayotganligini, yana har xil quruqlik hayvonotlarning dengiz okean jonliqlariga tubdan o'xshamaydigan shakl va odatining borligini so'zlab beradi ekan. Kichik suv parisini alohida hayron qoldirgani momisining quruqlikdagi gullarning dengiz ostidagi gullardek puroqsiz bo'lmasdan, balki kishini maftun qiladigan xush hid chochidiganligi. Quruqlikda cho'ng yeshil o'rmonlar bo'lib, u yerda naqshi aytalaydigan nurg'un qushlarning borligi. Ularning naqshisi nihoyatda yaqinlik bo'lib, odamga zo'q beg'ishlab, odamning kayfiyatini ko'tarib qo'ydiganligi haqida aytib beradigan hikoyalar ekan. Kichik suv parisi azaldan kichik qushlarni ko'rib boqmagan. Uning tasavvurida u qushlar cho'qim dengiz ostidagi eng kichik beliqlarga o'xshash yeshil daraxtlar orasida erkin azoda o'tishib o'ynaydi. Suv parisi har qitim momisining dengiz sirti haqidagi tasvirlarni anglaganda intayin hayajonlanib, taqatsizlanib ketadi ekan. Bir qitim u momisiga o'zini elib dengiz yuziga chiqsa bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini so'raganda, momisi uningga: "Obdan qizim, sen 15 yoshga kirganda, andin sening dengiz yuziga uzib chiqishingga ruxsat qilinadi. O chaqda sen aynur ostidagi xodi tashning ustida o'ltirib, g'oyat zo'r kemalarning yeningdan o'tib ketayotganligini ko'ralaysan. Yana yiroqdagi o'rmonliq va shahar bozorlarni ko'ralaysan," debdi. Shuningdan keyin kichik suv parisi o'zining 15 yoshga kirishini taqazzoliq bilan kutibdi.
U daim kechida ochiq deraza oldida turib, qiyniq ko'k ranglik dengiz suyidan dengiz yuziga qarab, sirtdagi sirliq ham go'zal dunyoni tasavvur qiladi ekan. U oy va yulduzlarning nurining dengiz suyida g'uvalashganligini ko'rganda, shu ojiz nurlar xuddi qorong'uda uningga qo'l bulanglatayotgan umidga o'xshash tuyg'u beradi ekan. Ba'zida qora bulutga o'xshash bir to'p narsa oy va yulduzlarning ostidan uchib o'tadi ekan. U balkim bir g'oyat zo'r kit bo'lishi va balkim sansizlagan yo'lovchilarni ilib mangan g'oyat zo'r kemalar bo'lishi mumkin. Bundaq chaqlarda kichik suv parisi kemadagi kishilarni tasavvur qiladi ekan. Ularmi o'ziga o'xshash noma'lum dunyoga qiziqandigandu. Masalan, dengiz ostiga degandek. Shunda qilib, vaqt ushqandek o'tib, kichik suv parisining ojilari orqa-orqadan 15 yoshga kiribdi. Ular bir-birlab hayajonlangan holda dengiz yuziga o'zib chiqibdi. Ular qaytib kelgandan keyin singillariga o'zining dengiz yuzida ko'rgan ajoyib kechirmishlarini so'zlab beribdi. Cho'ng ochisi tunji qitim dengiz yuziga chiqqanda o'zining tinish dengiz yuzida kumush ranglik oy nurini ko'rganligini, yiroqda chiroqlar chaqnab turgan cho'ng shaharlarning qad ko'tarib turganligini, u yerdagi chiroqlarning xuddi sansizlagan yulduzlardek ko'z qamashtirdiganligini, yana shahardan kelgan muzika ovozi, varang-churung, shundaqla ot harvasining ketayotgan ovozi va kishilarning ovozlarini g'uva anglaganligini eg'iziga tegmay so'zlab beribdi. Ikkinchi ochisi dengiz yuziga chiqqanda quyosh andili patgan bo'lib, butun osmon oltin rangi bo'yalganligini, bulutlar xuddi rassom sizib qo'ygandek har xil shakllarni hosil qilganligini, bir to'p qushlarning ratlik tizilib quyosh patgan tarafga qarab uchib ketganligini so'zlab beribdi. Uchinchi ochisi qizlar ichidagi eng botiri bo'lib, u dengiz yuziga chiqqanda keng bir eriqqa uzib borganligini, shildirlab eqib turgan eriq suyining bevosita dengizga quyilib qarab turganligini, hayvatlik yeshil tog'larni va tog' bag'ridagi bo'k baraqsan dal-daraxtlarni ko'rganligini, u yana har xil qushlarning sho'x naqshi ovozini anglaganligini, bir kichik daryo qo'ltig'ida bir to'p kapsiz bolalarning suvda o'ynayotganligini ko'rganligini, oxirida bir qari kuchukning uningga qarab yovuzlik bilan qavab ketganligidan qo'rqib qaytib kelganligini eg'iziga tegmay so'zlab beribdi. To'rtinchi ochisi bo'lsa, suv yuzida delfinlarning shodimon holda mo'llaq etib o'ynayotganligi, g'oyat zo'r kitning burun to'shigidan suv purkib chiqarib, hayvatlik fontan hosil qilayotganligini ko'rib, toza tamash qilganligini so'zlab beribdi. 5-chi ochisining 15 yoshga kirgan tug'ilgan kuni qish faslida kelgan bo'g'ashqa, u boshqa ochilari tunji qitim dengiz yuziga chiqqanda ko'rib baxmagan manzarni ko'ribdi. G'oyat zo'r muztog' dengiz yuzida qad ko'tarib turgan bo'lib, insonlar yasagan egiz munarlarni xeyli past qoldirgan ekan. U muztog' ustida o'ltirib, jondan o'tadigan dengiz shamilining uzun sochlarini yelpib o'tganligini his qildi. U yana kech kirganda osmonni tuyuqsiz qora bulut qoplab ketganligini, guldirmami guldirlab chaqmoq chaqqanligini ko'rganligini so'zlabdi. Kichik suv parisi har qitim ochilarining bu ajoyib kechirmishlarini anglaganda qalbidagi dengiz yuziga bo'lgan talpinish texmi kuchaydi ekan. U taqazzoliq bilan kutib, oxiri iztirob bilan kutgan 15 yoshga kirgan tug'ilgan kuni yetib kelibdi. Shu kuni u intayin xushal bo'pti-da, cheksiz hayajon bilan uzib suv yuziga kelibdi. U ehtiyot bilan beshini dengiz yuziga chiqarganda quyosh andila tog' kayniga patgan bo'lib, go'zal kashki shafaq dengiz yuzini qizg'uch seriq rangi bo'yib-atgan bo'lg'ashqa, chaqnab turgan dengiz yuzi xuddi bir parcha g'oyat zo'r tovar durdunga o'xshash shamolda yenik yelpinib turgan ekan. Yaqinli yerda hashamatlik bezalgan bir cho'ng kema asta-asta ketayotgan ekan.
kemining chiroqlari yo'p-yo'riq bo'lib, odatdan tashqari qizib ketgan ekan. Kishilar bir maydon katta kechilik o'tkazayotgan bo'lib, xo'shal-xo'ram usul o'ynayotgan ekan. Bu yerdan tarqalayotgan muzika ovozi bilan kulki ovozi kiralishib, bo'shliqda aks sado paydo qilibdi. Kichik suv parisi bu qaynam tashqinliqqa cho'mgan manzirga maftun bo'lib qapti. U asta-asta kemiga yiqilishib, bir xada tashning kayniga yo'shirini bilib, qiziqib qarab turibdi. Dal shu chaqda shahzoda paydo bo'libdi. U hashamatlik murosim kiyimi kiygan bo'lib, oltin rangli sochlari chiroq nurida ko'zni qamashtiradigan nur chechib turgan ekan. Cho'nqur ko'zlaridan muloyimlik va oq ko'ngillik chiqib turadi ekan. Kichik suv parisi shu hamon shahzodaga moyil bo'lishga boshlabdi. U shahzodadan ko'zini uzalmay, uningga qiziqib qarab turganda, tuyuqsiz osmonni qora bulut qoplab, qattiq bo'ron chiqishga boshlabdi. Shiddatlik dengiz to'lqini cho'ng kemaga yovuzlik bilan urilibdi. Kema qattiq tavrinib, qoq beldan sunib, qiyishga boshlabdi. Dengiz suyi shiddat bilan kema bo'limisiga kirishga urinibdi. Kemadagi kishilar aloqazada bo'lib, vaqirab taraf-tarafga qechibdi. Kichik suv parisi shahzodaning suvda jon tikib tirkishayotganligini, hayotining xavf ichida qolganligini ko'rib, qilcha ishkilanmasdan ming taslikda shahzodaning yeniga uzib berib, butun kuchi bilan shahzodaning beshini suv yuzidan ko'tirib, ondan uni elib qirg'oqqa qarab uzibdi. Bir mahal jafoliq tirishish orqali kichik suv parisi oxiri shahzodani qirg'oqqa elib chiqibdi. U shahzodani asta qumliqqa qo'yib, texi hushiga kelanmagan shahzodaga qarab, qalbi andisha va ich og'irtishga to'libdi. Bu chaqda tuyuqsiz yiroqdan kishilarning vaqirgan ovozi anglanibdi. Kichik suv parisi birsining shahzodani izlab kelganligini bilib, ko'zi qiymagan holda o'rnidan qo'zg'alib, dengizga sho'ng'ibdi. U bir xada tashning kayniga yo'shirini bilib kuzatibdi va bir to'p kishilarning shahzodani ko'tirib elib ketganligini ko'ribdi. Shu kundan e'tiboran kichik suv parisining ko'z oldidan shahzodaning simosi ketmabdi. U har kuni suv yuziga chiqib, ilgari shahzodani qutqizgan joyga uzib boradigan va shahzoda xuddi bu yerga kelib qoladigandek tuyg'uda uni kutib, kashf qiladigan bo'lib qapti. Uning shahzodani yana bir qitim ko'rish orzusi uning insoniyat dunyosiga bo'lgan tashnoligini texmi kuchaytiribdi. Uningda insonlarga munosabatlik hamma narsani bilgusi, shahzoda bilan birga yashash istagi tug'ilibdi. Oxir bir kuni u ko'nglidagi tashnoligini bosolmay, dengiz ostidagi ayol jodugardan yordam so'rashni qaror qilibdi. Bu ayol jodugar bir qorong'u, qo'rqinchli o'nkirda turadigan bo'lib, kichik suv parisi g'ayratga kelib o'nkirga kirib, ayol jodugarga o'zining orzusini aytibdi. Ayol jodugar buni anglagandan keyin odamni shurkandiradigan g'alati holda kulib qo'yibdi va insonlarninkidek bir jup putga erishgan bakanda bo'ladi. Biroq sen uning uchun ig'ir badal to'lishing kerak. Men sana bir bodilka xosiyatlik dori suyi bersam bo'ladi. Uni ichiversang, belib quyrug'ing 2 putga aylanadi. Sen insonlarga o'xshash quruqlikda mang'alaysan. Lekin har bir qadam manganda o'tkir pichoqning uchiga dasib olgandek his qilasan. Og'riqqa chidig'ili bo'lmaydi. Uning ustiga agar shahzoda seni yaxshi ko'rib qolanmasa, u boshqalar bilan to'y qilgan tunji kuni atdiganda, quyosh ko'tarilganda sen ko'pikka aylanib, mangulikka g'oyib bo'lasan, debdi. Kichik suv parisi ayol jodugarning gapini anglab, qalbi qo'rqinish va ishkilinishga to'lgan bo'lsa-mu, lekin shahzoda bilan birga bo'lishni o'ylab, qat'iy holda dori suyuqligini uning qo'lidan oldi. Ondan u dengiz yuziga uzib chiqib, shahzodaning o'rdasi atrofidagi dengiz sohiliga keldi va qirg'oqqa kelib joylashib, dorini bir ko'tirib ichib yetibdi. Birdamdan keyin uning butun badani
xuddi o'tkir pichoq bilan kesib etilgandek qattiq og'rib ketibdi. U bu achchiq azobga bardoshlik berolmay hushidan ketibdi. Xeyli uzoq vaqtdan keyin kichik suv parisi asta-asta hushiga kelibdi. U cho'chigan holda o'zining beliq quyrug'ining yo'qab, uning o'rniga bir jup putning paydo bo'lib qolganligini bayqabdi. U tirkishib yurib o'rnidan turibdi va mengishga urinibdi. U har bir qadam olganda uning putlari xuddi o'tkir tig' uchiga dasib olgandek intayin og'ribdi. Lekin u tishini tishlab og'riqqa bardoshlik berib, bir qadamdan shahzodaning o'rdisiga qarab mengibdi. Baxtga yarasha u o'rda atrofiga yaqinlashganda shahzodaning chakirini uchirtib qopdi. Chakar uning bechora holatini ko'rib, uni o'rdaga elib kelibdi. Shahzoda kichik suv parisini ko'rgandan keyin uni nihoyatda tonish his qilgan bo'lsa-mu, lekin uni zodi qayerda ko'rganligini faqat esiga ololmabdi. Kichik suv parisi insonlarning tilida ular bilan fikr almashtira olmag'achqa, amalsiz holatda eg'ir sukut va cho'nqur muhabbat bilan shahzodaga qarab, uning o'zini qutqizgan odam ekanligini tonib yetishini umid qilibdi. Bu yerda kichik suv parisi asta-asta insonlarning turmushiga moslashishga boshlabdi. U yo'l mangandagi qattiq og'riqqa bardoshlik berib, shahzodaga hamroh bo'libdi. Nima uchunkin shahzodami uning bilan birga yurishni yaxshi ko'rdi ekan. U kichik suv parisini elib, o'rdada sayli qilib, uningga har xil hikoyalarni so'zlab berib, har xil yangi shaylarni uningga tonishtiribdi. Kichik suv parisi garchi gap qilolmasimi, lekin u hamisha kulimsirab va ko'ngil qo'yib anglab shahzodaga javob qaytiribdi. Lekin baxtlik chog'lar hamon qisqa bo'ladi. Uzoq o'tmay shahzoda qo'shni davlat malikasining intayin go'zal va oq ko'ngil ekanligidan xabar tepibdi. Podshoh uning bu malika bilan ko'rishib, qudulishish ishini o'ylashini umid qilibdi. Shahzoda garchi bek xolab ketmagan bo'lsa-mu, lekin yanala podshohning o'rinlashtirishiga bo'ysunib, o'rdadan ayrilishga majbur bo'libdi. Kichik suv parisi shahzodaning yiroqlab ketayotgan qarasiga qarab, qalbi azob va tushkunlikka to'libdi. Shahzoda qo'shni davlat malikasini ko'rganda, u malikaning go'zalligi va nazokatiga maftun bo'libdi. Aslida heliqi kuni shahzoda hushidan ketganda, dal qo'shni davlat malikasi uni eng avval bayqagan hamda qal'aga akilib qo'ygan ekan. Shahzoda buni o'qib, xato holda malikini o'zini qutqizib oldi deb o'ylab, malikaga bo'lgan minnatdorligi va muhabbati to'lib teshibdi. Shunga u malika bilan to'y qilishni qaror qildi. Ikki davlat bu katta to'y murosimiga tayyorlik qilishga boshlabdi. Kichik suv parisi bu xabarni anglagandan keyin intayin azoblanibdi. Uning yuragi xuddi sonsizlagan pichoqlar tarafidan kesib etilgandek bo'lib, og'riqqa chiday olmay qoldi. Uning ochilari bu ishlarni bilgandan keyin uni qutqizish uchun ayol jodugar bilan kelishib, o'zlarining uzun sochlarini jodugarning sehrli xanjariga tegishibdi. Ular kichik suv parisiga shahzoda to'y qilgan kuni oqshimi xanjarni shahzodaning yuragiga sanjib, andin uning yuragidan oqqan qonni putiga temiz sala, beliq quyrug'ining asliga kelib, dengiz ostiga qaytib, aslidagidek yashayolmaydiganligini aytibdi. Shahzoda bilan malika to'y qilgan shu kuni kechida kichik suv parisi qo'yniga xanjarni silib, shahzodaning hujrasiga asta kirib kelibdi. U tatliq uxlayotgan shahzodaga qarab, uning bilan birga o'tgan ko'ngillik damlarni, shahzodaning o'ziga qilgan qizg'in muomalalarini bir-birlab eslab chiqibdi. Uning qalbi haqiqatan tushundirgisiz ziddiyat va azobga to'lgan bo'lsa-mu, ammo u shahzodaga azor berishni asriq xohlamaydi ekan. U shahzodani balkim o'zining hayotidanmi bakrak yaxshi ko'rishi mumkin. Shunga u o'z hayoti badaliga shahzodani saqlab qolishni, uning davomli yashashini va baxtli bo'lishini xohlaydi ekan.
Bu balki insonlar deb kelayotgan haqiqiy muhabbat bo'lsa kerak. Suv parisi xuddi shahzodaning chiroyini qarchuqlarga qattirib olg'usi bodek eng oxirgi qitim shahzodaning chiroyiga shundoq bir sinchilab qarab etgandan keyin ulug' kichik tinib ilib orqasiga burilib uydan chiqibdi. U munchoqdek to'kilayotgan ko'z yoshlarini surtganicha, o'ksib yig'lig'inicha yugurgan peti dengiz bo'yiga kepdi. Va sehrli xanjarni dengizga tashlab etib, o'rda tarafga qiyolmaslik bilan bir qarab etgandan keyin qirg'oqdan asta mengib dengizga ketishga boshlabdi. Bu vaqtda quyosh asta ko'tarilib, quyosh nuri dengizga tushishga boshlabdi. Dal mushu asnoda dengiz suyini kechib turgan kichik suv parisi xuddi nurdek tarab suv yuzida kichik suv ko'pikchilari hosil bo'lishga boshlabdi. Gerçi uning kichikkina jismi shundoqli g'oyib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning shahzodaga bo'lgan o'tliq muhabbati bir nurga aylanib butun zaminga tarab ketibdi. Uning o'tliq muhabbati dengiz va quruqlik orasida eg'izdan eg'izga ko'chib, mangulik rivoyatga aylanibdi.